Eron haqiqiy va'da operatsiyasi doirasida Isroilga yangi zarbalar berdi. Ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, 16-iyunga o'tar kechasi Eron Isroilga 100 dan ziyod raketalar uchirgan. Asosiy zarba poytaxt Tel Aviv va Hayfa shaharlariga to'g'ri keldi. Hayfada raketa elektr stansiyasiga tegdi. Natijada Isroilning markaziy qismida elektr ta'minotida keng ko'lamli uzilishlar yuzaga keldi. Raketalarning bir qismi havo hujumidan mudofaa choralariga qaramay nishonga urilgani aytilmoqda. Eronning so'nggi zarbalari natijasida Isroilda 3 kishi halok bo'ldi, 67 kishi jarohatlandi deya xabar bermoqda The Jerusalem Post. Eron Isroil tomonidan amalga oshirilayotgan hujumlar to'xtamaguncha otash kesim bo'yicha muzokaralarga kirmasligini ma'lum qildi. Reuters agentligi. Agentlik manbasining so'zlariga ko'ra, Eron rasmiylari Qatar va Ummon vositachilarini mamlakat Isroilga qarshi javob amaliyotini to'liq yakunlamaguncha hech qanday muzokaralarga kirmasligini bildirdi. Isroilning Eronga zarbalari oqibatida kamida 224 kishi halok bo'lgan, 1000 dan ziyod odam yaralangan. BBC Force xizmati xabar berishicha, Eron Sog'liqni saqlash vazirligining Isroil zarbalari natijasida halok bo'lgan va yaralangan aholi bo'yicha yangi ma'lumotlarni taqdim etdi. Eron rasmiylariga ko'ra, shanba kuni tush payti holatiga ko'ra 224 nafar eronlik halok bo'lgan, 1000 dan ortiq inson yaralangan.